Mana o'g'lim gapirdi. Xalqqa qarab kameraga. Assalomu alaykum otajonlar. Shu dadamni buyraklari ishib kelsin, baxtimizga sog' bo'lib yurib kelsin. Shu buyraklari ishib, shu sog' yurib bizni bansaga bormay tursin. Yaxshi bo'lib tursa, yaxshi bo'lsa bizni cho'g'ishlarga olib borib, umralarga o'zim olib boraman ko'tarib. Dadangga, Xudo xohlasa o'g'lim dadang yaxshi bo'lib ketadi. Do'stlar, sizlardan bitta yordam, mana Xolmominga shuncha yordam qildik. Do'stimiz yurak plantatsiyasi bilan og'riyapti. To'g'risi yurak qo'yishi ertaroq bizlar operatsiya jarayoniga o'tkazmasak, jigarga o'tish xavfi ham bor. Alloh ko'rsatmasin. Mana o'g'illari 3 nafar farzandi bor qolgani onasi bilan boshqa yerga ketgan ekan hozir. Mana shu yigitimizni so'zini yerda qoldirmasdan, mana shu do'stimizga ahvoliga befarq qaramasdan u yordamlaringizni ayamaysiz degan niyatdaman do'stlar. 150 million mablag' so'ralgan yurak plantatsiyasiga donorimiz bor, Allohga shukr. Kartalarni qo'yib o'taman. Qo'lingdan kelguncha, Xudo xohlasa qo'lingizdan kelguncha yordam qilishlaringizni so'rab qolardim. Jizzax viloyati Zafarobod tumani Birlik qishloq fuqarolar yig'inidan sizlarga qisqa valonda video murojaat qilyapman do'stlar. O'zini to'g'risi gapirishga holi yo'q, yursa charchab qolyapti. Chunki biz yanada tezroq bayaga aytilgan summani yig'ib shu ukamizni operatsiya jarayonida tahlashimiz kerak. Bu Telegramda yiqqanmiz, bizlar ihson xayriyam yig'ilyapti. Tezroq yig'ilish maqsadida YouTube'ga chiqaryapmiz. Misol qo'ldan kelsa, mana shu bolalarimizni yetim qolmasligi uchun, bitta otaning dunyodan bevaqt o'tmasligi uchun yordam qilasizlar degan umiddaman do'stlar. Do'stim, Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasan. Yarna olsak bu Xudoga malomat